Pulni yo'qotish mumkin, vaqtni qaytarib bo'lmaydi. Bolaga berilgan ilm hech qachon yo'qolmaydi. Bugun biz farzandimizga nima beryapmiz? Telefonmi yoki kelajakmi? Bolaga qilingan sarmoya millat kelajagiga qilingan sarmoyadir. Farzandingizni bugun qo'llab-quvvatlasangiz, ertaga u bilan faxrlanasiz. Biz farzandlarimizga uy qoldirishimiz mumkin, mashina qoldirishimiz mumkin, ammo eng qimmat meros bu ilm, madaniyat va o'zligini anglash. Farzandingiz kelajagi uchun bugun hissa qo'shing. Yulduzlar o'z boricha charaqlasin. Mayli, barcha yulduzlar Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan vatandoshlarimiz, bu davlatda musofir o'laroq albatta har bir ota-onani bir dardi bor, farzandini eng yaxshi holatda tarbiya qilishlik, xususan axloqiy tomondan o'zini madaniyatini, tilini, urf-odatini yo'qotmaslikni xohlaydi. Shu sababdan Nyu-Yorkdagi Ziyo Art o'quv markazini barchangizga tavsiya qilamiz. Chunki u yerda nafaqat diniy, balki aqliy bilimlar, xususan farzandingizni madaniyatini, tilini yana ham yaxshi o'rganishligiga bir imkoniyat hisoblanadi. Shu yerda bir qisqa narsani aytib o'tmoqchimanki, har bir bilim olayotgan vaqtda inson xohlasa, xohlamasa bir narsasini yo'qotadi, yo madaniyatini, yo dinini yo'qotadi. Shu sababdan bunday markazlar ham dinini, ham madaniyatini saqlab qolish uchun bir imkoniyat. Sizlarni Ziyo Art o'quv markazini qo'llab-quvvatlashni tavsiya qilamiz. Men ba'zan o'zbeklarning xonadonida mehmon bo'laman, xotinim bilan va ba'zan kichkina bolalar bilan gaplashaman yoki yoshlar bilan gaplashaman va ulardan so'rayman. Siz hali ham ota-onangizning gaplarini hammasini tushunasizmi? Ba'zilari aytadi, endi ba'zan tushunmay qolamiz, chunki bizning o'zbek tilimiz ozgina susayib ketyapti deydi. Keyin men aytaman, O'zbekistonga borib turasizlarmi? Ha, har 2 yil borib turamiz. Men so'rayman, siz qarindoshlar bilan qanday aloqa qilasiz? Ular aytadi, ba'zan qiyin, ular bilan gaplashish qiyin. Biz unchalik ular bilan yaqin munosabat qila olmaymiz. Bu achinarli narsa. Shuning uchun men mana shunaqa suhbatlardan bilamanki, bu markazning ishlari juda muhim. Bugun bir bolani qo'llab-quvvatlasak, ertaga bir avlodni tarbiyalaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Amerikada farzandlarini tarbiya qilayotgan bir ona sifatida sizlarga Ziyo Art maktabini tavsiya qilmoqchiman. Ziyo Art bu shunchaki darslar emas, bu tarbiya, bu ildiz, bu kelajak. Bu yerda bolalar o'zbek tilini o'rganadi, adabiyot orqali fikrlaydi, san'at orqali ijod qiladi, shaxmat va matematika orqali mantiqiy tafakkurni rivojlantiradi. Eng muhimi, ular o'zligini his qiladi. Farzandlarimizni bilimli va o'ziga ishonchli bo'lishini istasak, biz bugundan to'g'ri tanlov qilishimiz kerak. Ziyo Art bu kelajakka poydevor, kelajak esa bugundan boshlanadi. Keling uni birga quraylik. Amerika orzusi ketidan bu yurtga kelgan odam qo'l qovushtirib o'tirmaydi. Ayniqsa o'zbeklardek mehnatkash xalq. Biroq iqtisod bilan birga ma'naviy yuksalish, sifatli ta'lim olish, siyosiy va ijtimoiy yetuklikka erishish, o'z tili, madaniyati va dinini, o'zligini saqlab qolishga intilish muhimdir. Mana shunday vaziyatda Ziyo Art akademiyasi ota-onalarga ko'mak beradi. Bolajonlarni akademiya qoshidagi ko'p yo'nalishli dasturlari orqali nufuzli universitet va kollejlarga tayyorlashda boshlang'ich yordam ko'rsatadi. Kelajakda bolalar AQShning yirik kompaniya va korporatsiyalarida kuchli mutaxassis, taniqli sportchi va siyosatchi bo'lib yetishishiga turtki beradi. Bu
Amerikadagi diasporalarning o'rtasida o'ziga xos o'sha ma'naviyat, bilim sohasida musobaqa bor desam ham bo'ladi. Biz ham mana nasib qilsa oyoqqa turyapmiz. Mana hozir mana shu yangi binoda farzandlarimizni o'qitishni boshlash niyatimiz bor. Lekin buni juda ko'p ota-onalarimizga bog'liq. Qanchalik ular farzandining kelajagi bilan qiziqadi. Agar boshqa narsa bilan qiziqishsa, yutqizishadi kelajagiga, o'zini ham, oilasini ham kelajagiga, farzandini ham kelajagiga. Shuning uchun biz shu zaruriyatdan kelib chiqib mana shu markazni tashkil qildik. Xayriyadan asosiy maqsad Ziyo Art Akademiyasining oylik ijara haqqini to'lash, Smart Board, aqlli doskalar kabi qo'shimcha yuqori texnologik uskunalar sotib olish, bolalarni shahar, shtat va AQSh bo'ylab o'tkaziladigan kuchli musobaqalarga tayyorlash maqsadida futbol, shaxmat va kurash kabi sport turlari to'garaklarini yanada rivojlantirishga mablag' to'plash.